TTZdagi do'konimizga kelganmiz. Do'konda showroom ham bor. Ranglarimizdan xohlagan ranglarni tanlab, ko'kak moldingimiz ham bor. Bu ham ideal ko'rinish beradi. Носится очень хорошо. Мы попробовали вот нанесение Tradition Shine. Очень красиvo. Assalomu alaykum qadrli dekor kuzatuvchilari. Bugun biz yangi TTZdagi do'konimizga kelganmiz. Bu do'konimiz qolgan do'konlardan nima afzalligi bor desanglar, do'konda showroom ham bor. Xohlagan mahsulotimizni kelib, showroomimizdan ko'rib, real hayotda qanaqa turishini ko'rishingiz mumkin va xarid qilish uchun bu do'konimizga kelib, katalogimizdan istalgan turdagi rangimizni tanlab, uyingizga xarid qilsangiz bo'ladi. Showroomning eng afzal tomonlaridan bittasi kelasizlar, mahsulotimizning real hayotda qanaqa bo'lishini qo'linglar bilan ushlab ko'rib, bu yerda o'tirib bemalol divanda ranglarimizdan xohlagan ranglarni tanlab, o'zingizning uylarga xarid qilishingiz mumkin. Shunaqa kataloglarda taxtachiligi obrazetslar ham qilib qo'yganmiz, kelib ko'rishingiz mumkin va bizlarda qo'shimcha qilib aytib ketishingiz mumkin. O'sha har doim aytadigan ko'kak moldingimiz ham bor. Uylarni derazasiga va eshiklariga, romlariga juda ham ideal ko'rinish beradi. Sizlarni shu do'konimizda kutib qolamiz. Сейчас тестируем ваш травертин. Наносится он приятно. Он наносится очень хорошо. При ручной работе он показывает себя очень хорошо. Очень хороший. Тынет не очень быстро. Это уже хорошо. Ну, продукт Tradition Shine Pasta называется. Сейчас вот мы нанесем, посмотрим эффект, что получится, да? Да. А какой мы туда колер добавим? Так, добавим, давайте бежевого плана. Все, Бежевый цвет. план. Всё. Хорошо. Мы попробовали вот нанесение Tradition Shine. И очень красиво. Блеск дает очень изумительно. Приятно смотрится, видно отражение. Вам Спасибо. сам как? Очень красиво. Очень Красиво. приятно. Конечно. Можно с ним работать. Конечно, конечно. Благодарю вас. Do'konimizning aniq manzili Yuzrobod 13 bo'ladi. Biz buni video tagida opsiyada qoldiramiz. Ketdik keyingi do'konimizni ko'rsatamiz. Bu do'konimizda Chirchiqda joylashgan. Boya sizlarga aytib o'tgan, o'sha Chirchiqdagi qurilish material do'konimizga kelganmiz. Bu do'konda istalgan turdagi qurilish materiallarini topsanglar bo'ladi. Shu qatori dekorati, rangli emulsiyalari va boshqa mahsulotlarni ham topsanglar bo'ladi. Birgalikda ichkarini kirib ko'rib chiqamiz. Do'konimiz juda ham katta va keng. Istalgan turdagi qurilish kerak bo'ladigan mahsulotlarni topsanglar bo'ladi. Bu yerda Ismat akam savdo qiladilar. O'zlarini shaxsiy fikrlarini bilib olamiz. Biz mahsulotlar haqida. Ismat aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ismat aka, qaysi mahsulotimizni ko'proq ketadi? Atachintolarmi yoki emulsiyalarmi? Hozirgi kunda dekorga talab borgan sari kuchayib bormoqda. Aslida sotadigan atachinta. Lekin emulsiyalar ham shu qatorda bir tekis ketyapti. Qora seriyalari yaxshi yomon emas. Atachintoni qumligi ko'proq ketyaptimi yoki qumsizlarimi? Endi kimgadir yoqqani olishyapti. Kimdir qumli, kimdir qumsiz. Aslida qumligi ketyapti. Bir marta so'rab kelgan ustalar kelib yana xarid qilganlar bo'lganmi? Ya, kundan kunga xaridor ko'payyapti, o'ziga yarasha. Yomon emas. Kelgan odam yana qaytib kelyapti. Hali hech kimdan muammo bo'lgani yo'q shu kungacha. Ismat akani o'zlari 30 yillik ustalar. Ismat aka oldin ham bizni mahsulot ishlatgansizlar. Ha, shu ishlar yurgan paytimizda dekordan foydalanardik. Lekin mahsulotlar ko'z temasini yaxshi chiqqan, uyaltirmagan shu paytgacha. Xalq xizmatida bo'lganimizda ham yaxshi chiqqan ishlari. Mana boshqa ustalarga ham tavsiya berasizmi bizning Ha, bu mahsulotni? xudo xolasa yomon emas. Kelsa tavsiya qilamiz, 100% ishlatsa bo'ladigan mahsulot.